Amerika taratqullarining xabariga qaraganda, Xitoy Sharqiy Osiyo shirkatining martda tushib ketgan yo'lovchilar aeroplani uchqichi bo'lmasidagi bir kishi tarafidan qasddan tushirib etilgan. Tekshirishning yana davom qilayotganligini bildirgan Xitoy doiralari bu vaqtda texnik bayonot e'lon qilmadi. Boeing 737 tipli yo'lovchilar aeroplani Xitoyning janubidagi Kunming va Guangzhou shaharlari orasida tushib ketgan bo'lib, 132 yo'lovchi va aeroplan xodimlaridan hech kim hayot qolmagan. Valkosi GSD aeroplanning ma'lumotlari saqlangan qora quti xotirasiga asosan bireylarning aeroplanni tik tushishga buyurganligini o'tirib qo'ydi. Bu xabar Amerika avasi amaldorining manba qilgan. Avstraliya ishchilar partiyasi zamonaviy qulluqqa qarshi turish planiga asosan Xitoydan import qilingan mahsulotlarning cho'qim Uyg'ur majburiy amgigidan xoli bo'lishi kerakligini talab qildi. Ishchilar partiyasining tashqi ishlar bayonotchisining aytishicha, ishchilar partiyasi qulluq tuzumga qarshi turish uchun adliya tarmog'ida mustaqil xodim bekitishni planlagan bo'lib, mazkur o'rin har yili og'ir darajadagi qulluqqa chetilgan davlat, rayon va kasblarning tizimligini e'lon qiladi ekan. Shuning bilan birga majburiy amgak mavjud joylardan import qilinadigan shirkatlarning mahsulotlarning majburiy emgak bilan yasalmaganligini isbotlashni talab qildi ekan. Amerikadagi mablag' selish bankisi Goldman Sachs'ning analizchilari Xitoy virus keltirib chiqargan iqtisodiy buzg'unchilikning natijasida Xitoyning 2022-yildagi ish mo'ljarini ikkinchi fasldagi 4.5%dan 4%ga tushirdi. Amerika Adliya Ministrligi milliarder savdogar Steve Winni chet el vakolatchilarini tizimlash qonuniga asosan sunilgan da'voda Xitoy vakolatchisi deb aybladi. Xitoyning Aomin rayonida qimorxonasi bor bo'lgan Winning o'zining manfaatini qo'llash uchun Xitoy bilan yaqin munosabatda bo'lganligi bayon qilingan. Xitoyda poraxo'rlik va cheriklik jinoyatlarini tekshiradigan Markaziy inson tekshirish komitetining bayonotida Xitoy Markaziy bankisi pul siyosati bo'limining boshlig'i Sun Gofengning qaratilgan tekshirishning ichilganligi o'tirib qo'yildi. Egilanishicha, Sun yaqinda vazifasidan ilib tashlangan. Qirg'iziston iqtisod va savdo ministrligining muavin ministri Chor Saytov muxbirlarning kutilish yig'inida davlatining iqtisodiga oid birinchi fasllik sonliq ma'lumotini e'lon qildi. Buningga asosan Qirg'izistonning tashqi savdo miqdori birinchi faslda 48.4% eshib 2 milliard 108 million 700 ming dollar bo'lgan. Eng yangi sun'iy hamroh suratlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy Sharqiy Turkistonning qumliq rayonlarida taqlidiy harbiy nishonlarni texnik ko'paytgan bo'lib, buni yirik musofirlik harbiy paraxodga qarshi ballistik boshqarilgan bombasini uchun ishlatgan. Xabar qilinishicha, Tayvan bo'g'izidagi jiddiychilik sababli Xitoy mazkur taqlidiy nishonlarni texnik ko'paytgan. Bu orqali aviamotoga qarshi harbiy iqtidorni texnik kuchaytirishni planlagan. Bultur 11 ayda Amerikaning bir sun'iy hamroh shirkati tarqatgan suratlardami Texnomakon qumligida Xitoyning Amerika paraxodlariga o'xshash cho'nliqdagi taqlidiy modellarni qo'lib chiqqanligini, uning ichida kam deganda birining aviamotoga, yana birining qovlug'ichi paraxodga o'xshaydiganligi oshkorlandi.